Bir nuqtadan aylanaga ikkita urinma o'tkazilgan. Har bir urinmaning uzunligi 12 santimetr. Urish nuqtalari orasidagi masofa 14,4 santimetr. Aylanani radiusini toping. 14,4. O aylana markazi shu yerda joylashgan bo'lsin. O aylana markazi bilan C hamda B nuqtani tutashtiramiz. Bu bizda aylana radiusini beradi. Burchakka yechkisilgan aylana markazi shu burchak bisektrisiyasida joylashadi. Ya'ni AO kesmamiz bisektrissiya. Uchburchak SOBda teng yo'l uchburchakda 3 dan tushirgan bisektrissiyasi ham balandlik ham mediana bo'lgani uchun ON kesmamiz N nuqtada sinmaydi. Buni isbotini yuqoridagi misolda ko'rdik. Demak, bu ham balandlik, ham mediana, ham bisektrissiya bo'ldi. Mediana bo'lib, asosini 7,2 teng ikki qismga ajratdi. Bu burchak alfa deydigan bo'lsak, demak, bu burchagimiz 90 minus alfa bo'ladi. Bu burchagimiz 90 gradusligidan mana burchagimiz ham alfaga tengligi kelib chiqdi. Sababi uchburchakni ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lgani uchun. Hop, dastlab uchburchak ONCdan kosinus alfamiz yopishgan katet 7,2 gipotenuzamiz radiusga nisbatiga teng. Uchburchak OCAdan kosinus alfamiz yopishgan katet 12 ni gipotenuzamiz OAga nisbatiga teng. O'zaro tenglab oladigan bo'lsak, 7,2 taqsim radiusimiz 12 taqsim OAga. Bundan A oyimiz 12 taqsim 7,2 radiusga teng bo'lyapti. Demak, qisqartirib oladigan bo'lsak, 6 ga qisqartirsak 2 taqsim 1,2 radius. Demak, 4 ga qisqartirib oladigan bo'lsak, 5 taqsim 3 ta radiusga teng. Ikkinchisi, uchburchak AOC to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun Pifagor teoremasidan bitta katetda radius kvadrat, ikkinchisi 12 ni kvadrati. Natijada OA ni kvadrati. OA'miz ham 5 taqsim 3 ta radiusni kvadratiga teng. 144 tenglik 25 taqsim 9 radius kvadrat minus radius kvadratga. 144imiz 16 taqsim 9 ta radius kvadrat. 4 taqsim 3 ta radiusimiz 12 ga teng. Bunda radiusimiz 9 ga tengligi ma'lum. Demak, javob aylana radiusi 9 santimetrga teng.